Jo'dgarlar jangi hozirgi kundagi eng mashhur animelardan biri va kanalimdagi yangi asosiy auditoriya va oxirgi videolar shu mavzuga qaratilgan ekan. Sizlarga bu serial yoqishini hisobga olib, xuddi shunaqa faqat TV show bo'lgan Taxtlar o'yini serialini maslahat berib o'tmoqchiman va ushbu videoda nega Game of Thrones'ni ko'rish arzishiga sabablar keltirib o'taman. Birinchidan, albatta, ikkala showdagi detallarga chuqur e'tibor berilgan olam va lorni aytib o'tsam, agar sizlarga JJKdagi la'natlangan energiya, la'natlangan texnika va shunga bog'liq chuqur o'ylab chiqilgan power system yoqsa, katta ehtimol bilan Igra prestolovdagi oilalar, tarix, har xil irqlar va to'g'ridan-to'g'ri ma'nodagi ulkan world building yoqishi mumkin. Avtor katta ehtiros va mehr bilan tuzgan lor har doim yoqimli. Ikkinchidan, biroz personajlar o'rtasidagi o'xshashliklarga ham kelsak, taxminim bo'yicha ko'pchilik yilligi Yurji Tedorning qahramon yo'li, ideallari va sayohatini oxirlariga kelib, dunyoning adolatsizligini anglab yetib, ulg'aygan va ko'proq burch yuzasidan ish ko'rishni boshlaydigan protagonist yoqsa, Jon Snow sizlarning favoritligiga aylanadi. Tywin Lannister bo'lsa, agarda Kinjaku rostdan ham daho bo'lganida faqat omadga tayanmaganda qanchalik zo'r antagonist bo'lishi mumkinligiga ideal misol. Megan Mifishiguro va Robb Stark orasidagi strategiklik, buyuk bo'lish taqdirida yozilganligi va liderlik borasida yaxshi birodarlik chiqardi. Nanamining muxlislariga Ned Stark o'zini burch tuyg'usi, qayg'umantligi va adolat hissi uchun katta hurmat chaqira olardi. Qizlarga kelsak, agar oxirgi sezondagi arkasini hisobga olmasak, Daenerys o'z xarakteri, xarizmasi va kuchli qiz aurasi orqali Nabarraning yorqin shaxsiyatiga yaxshi misol. Yoki agar kimgadir Makiga o'xshagan jiddiy, lekin yashirmayligi va mehrga qodir, yaxshi dramatik asos va o'z kuchiga sidqidildan mehnat qilib erishgan tomboy qizlar yoqsa, ana sizlarga Arya Stark fanat bo'lishga. Kimgadir Yuki opani derski, kurtoy xarakteri yoqqan bo'lsa, Gotta как раз таки Ygritte degan shunaqa sho'x qiz bor. Gojoga ham kimdir o'xshaydimi desanglar, yo'q. Satorn o'zi aytganidek, yerda va osmonda u shunaqa yagona lol. Va yana bitta sabab sifatida albatta action, masshtab va epiklikka ayta olib, ham JJKda, ham Taxtlar o'yinida jang sahnalari bu shunchaki kim qanchalik kuchli ursa yutdi emas, yo'q, bu chuqur tuzilgan strategiya, taktika va aqllar to'qnashuvi. Sukuna o'zini Maharaga bilan jangida dushmanni doimiy analiz qilishi va Qorasuvdagi Stannis va poytaxt to'qnashuvi tomonidan kuchlarning tengligi, ham shu insident arkidagi to'xtamas xaos bilan yovvoyilar armiyasining devordagilarga tinmas hujumi va Yuji va Todoni Mahidaga qarshi jangini, Jon Snowni xuddi shunday vahshiy, sadist lekin qo'rqoq maxluqqa qarshi chiqishini Bastardlar jangida parallel sifatida keltirsak bo'ladi. Va, конечно, ikkala serialda ham personajlarda asosan syujetli qalqon yo'q va har bitta, hattoki eng sevimli personaj o'lishi mumkin. Shuni hisobidan hayajon har doim kuchli. Xullas, bu video sizlarga maslahat. Oxirida dabdala bo'lishiga qaramasdan, Game of Thrones rostdan ham ko'rishga arziydi. Hech bo'lmasa 4 ta boshdagi shedevral sezon uchun. O'zim ham martda tugatib mazza qildim. Endingdan rost jahlim chiqqan bo'lsa ham. Xudo xolasa yana bir ikkita videodan keyin serial bo'yicha uzun, taxminan 20 minut va undan ham uzoqroq videoni tayyorlashni boshlayman. Buni u videoga teaser uchun deb hisoblasanglar ham bo'ladi. Chunki JJKni qancha yaxshi ko'rsam ham, faqat bitta mavzuda video qilaverish o'zimni ham jonimga tegadi yoki menga qiziq ideyalar qolmaydi prosta. Shunga boshqa anime, kino va seriallar bo'yicha ham kontent tayyorlash niyatim bor. Bilik misol uchun yana. Shu sababli JJK bilan boshqa mavzudagi videolarni ketma-ket chiqarsam kerak. Ham auditoriya xohlagan, ham o'zimga yana qiziq temalar haqida gaplashish uchun. Qarochi, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, Taxtlar o'yini haqida fikrlarni kommentariyada yozinglar. Kattakon taassurotli videoni qiziqarmaslik uchun kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men Astros bo'ldim. E'tiboringiz uchun gigantik va galaktik rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.